Bugun Real Madrid yarim himoyachisi Jude Bellingham 22 yoshni qarshi olmoqda. Tabriklaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli Real Madrid yangiliklari kanali aziz obunachilari. Sizlarni kanalimizda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Videoga albatta like tugmasini Real Madrid uchun bosib qo'yishni unutmang. Biz esa o'z an'anamizga sodiq qolgan holda Real Madridga tegishli bo'lgan xabarlarni sizga taqdim etamiz. Boshladik. Aziz do'stlar, Real Madrid jamoasi 1-iyul kuni tunda klublar o'rtasidagi jahon chempionati 1/8 final doirasida Juventus bilan kuch sinashadi. Ushbu uchrashuvni Telegram kanalimiz orqali tomosha qilishingiz mumkin. Telegramga o'tish manzili kommentariyada ko'rsatilgan. Albatta, Telegram kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Manchester United Real Madrid futbolchisiga rasmiy taklif bilan chiqdi. Manchester United Andre Lunin borasida muzokaralarni boshladi. Qizil iblislar Real Madrid darvozaboni uchun 15 million yevro taklif qildi. Biroq madridliklar o'z darvozabonni 20 million yevroga sotishni reja qilgan. Lunin o'tgan mavsum 14 uchrashuvda maydonga tushdi va 6 ta bahsda o'z darvozasini daxlsizligini saqlab qoldi. Mbappe Juventusga qarshi o'yinda jamoasiga yordam bera oladi. Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe klublar o'rtasidagi jahon chempionati 1/8 final bosqichida Juventusga qarshi o'yinda jamoasiga yordam bera oladi. Bu haqida AS nashri xabar berdi. Fransiyalik forvard sog'lig'i bilan bog'liq muammolar tufayli AQSh stadionlarida o'tayotgan musobaqaning guruh bosqichlarida ishtirok etmagandi. Play-offda esa u maydonga tusha olishi aytilmoqda. Qirollik klubi o'z guruhida birinchi o'rinni egallab 1/8 finalga yo'l oldi va endi Turinning Juventus jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv 1-iyuldan 2-iyulga o'tar kechasi Toshkent vaqti bilan tungi soat 00:00 da boshlanadi. Real Madrid Vinicius Junior bilan shartnomani uzaytirish bo'yicha kelisha olmayapti. Real Madrid klubi braziliyalik hujumchi Vinicius Junior bilan yangi shartnoma borasida to'liq kelishuvga erisha olmayapti. The Athletic nashri xabariga ko'ra, muzokaralar hozircha muvaffaqiyatsiz yakunlanmoqda. Futbolchining atrofidagilar ham buni tasdiqlashdi. Viniciusning amaldagi shartnomasi 2027-yil 30-iyungacha amal qiladi. U 2030-yilga qadar yangi bitim imzolashni xohlamoqda. Kelishuvga ko'ra yiliga 30 million yevro miqdoridagi maosh olishni va qo'shimcha bonuslarga ega bo'lishni talab qilmoqda. Agar barcha tafsilotlar bo'yicha kelishuvga erishilsa, 24 yoshli futbolchi qirollik klubi tarixidagi eng ko'p maosh oladigan o'yinchiga aylanishi mumkin. Yakunlangan mavsum Vinicius La Liga doirasidagi 30 ta uchrashuvda maydonga tushib, o'z hisobiga 11 ta gol hamda 10 ta golli uzatmani yozdirib qo'ygan. Transfermarkt portali futbolchining qiymatini 170 million yevroga baholamoqda. Avvalroq u bosh murabbiy Xabi Alonso haqida o'z fikrlarini bildirgandi. Alonso Vinicius va Mbappega qattiq talab qo'ydi. Realning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso jamoaga o'z o'yin falsafasini singdirishga harakat qilmoqda. Yangi ustoz ayrim o'yinchilardan yangi uslubga tezroq moslashishni talab qilyapti. Xususan, jamoaning to'pirar hujumchilari Vinicius Junior va Kylian Mbappe raqib darvozasiga xavf solishdan tashqari, uchrashuvlar davomida ortga qaytib himoyaga yordam berishi va maydon bo'ylab pressinglarda qatnashishi shart ekani aytilmoqda. Biz butun jamoa bo'lib himoyalanishimiz kerak. 11 nafar futbolchining barchasi o'yinga jalb qilinishi shart. Raqib bizning pressingimizni his qilishi kerak. Bu jarayon o'ziga Vinicius, Bellingham, Valverde va Mbappe ham qamrab oladi. Himoyamiz to'liq va puxta bo'lishi kerak. Raqibga qancha kam ochiq joy qoldirsak, shuncha yaxshi. Biz buning ustida ishlayapmiz. Vinicius Junior ham shunga harakat qilmoqda, dedi Xabi Alonso. Ispaniyalik mutaxassis yaqinda Vinicius Junior jamoaga raqibni pressing qilishda yetarli darajada yordam bermagani uchun braziliyalik yulduzga tanbeh bergan edi. E'tiboringiz uchun albatta sizga tashakkur. Bizdan uzoqlashmang. Xabi Alonso boshchiligidagi Real Madrid haqida o'z fikrlaringizni izohga albatta yozib qoldiring. Biz esa siz bilan hozircha xayrlashamiz. Yaqin soatlarda yana g'oyibona ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Bizdan uzoqlashmang.